Bu kunni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Hali 40 kundan keyin yurtdim. Nima orzularda ota-onamdan ketdim. Masalan, shuncha kun o'tdi, men hali ota-onamni ko'rganim yo'q edi. Qo'shtirnoq ichidagi qaynonalar tushunsin o'sha narsa. Bizning o'zbeklar, hurmatli opa-singillarim, hurmatli bo'lajak qaynonalar, buvijonlar, siz ham shunaqa shubha gumonga bormang va bu xatolarni aslo qilmang. Kelinglar, bugun men sizlarga osongina qilib nima sababdan bunaqa farq chiqib ketayotganini tushuntirib beraman. Hayz 30 kunni tashkil etadi va aynan 14-kundan boshlab 18-kunga qadar ovulyatsiya jarayoni sodir bo'ladi. Va biz har doim UZI tekshiruvida to'y bo'lgan kunidan emas, balki hayzni birinchi kuni kelgan muddatdan boshlab homiladorlikni haftasini hisoblashni boshlaymiz. Ya'ni to'y kuni agar hayz kelganidan keyin ovulyatsiya kunlariga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, albatta yangi kelinlar darhol homilador bo'lib qolishadi va natijada 2 hafta qo'shiladi. Demak, to'ydan 2 hafta muddat o'tgandan keyin agar sizni keliningiz xursandchilik bilan testni 2 ta poloskasini ko'rsatsa, sizning keliningiz va ayolingiz sog'lom hamda bo'lajak avlodingiz ham sog'lom dunyoga keladi.